Mana hojatga o'zim to'stirib, mana shu ayolimni o'zim qarayman. Ko'zimni och. Ko'zimni och. Menga qara. Menga qara. Ko'zimni och. Qo'limizdan hech qanaqa yordam kelmayapti. Ovqat yeyolmaydi, suv icholmaydi. Onamni ko'rib biz charchab ketamiz. E'tibor berishingiz mumkin, bu ayol 24 soat tinim bilmasdan qatrab chiqadi. Eng achinarlisi shuki, ahvol yildan yilga kuchayib bormoqda. Hattoki yonlarga kelgan odamni ko'rmaydigan darajada madori qolmagan. Bu nimadan? Pul yo'qligidan, kambag'allikdan, oilada o'g'il farzand yo'qligidan. Ko'pchilik o'ylaydi-da, ehson qilish uchun boy bo'lish kerak edi. Yo'q, siz bu videoni tarqatib, like bo'lsangiz, 24 soatlik istoriyangizga qo'ysangiz ham siz ehson qilgan insonlar qatorida bo'lasiz. Muhimi befarq qolmasangiz bo'ldi. Bilib turganingizdek, Parkinson kasallikka chalingan. Mana 6-yil ketyapti, ahvol battar og'irlashib ketyapti. Turkiyada bilsanglar, Parkinsonda davosi bor, miyaga chip qo'yishadi. 10 yil, 15 yil, 20 yilgacha kasallikni butunlay tanadan so'rib beradi, ahvol yaxshilanadi. Chip qo'ydirish uchun esa $30,000 mablag' talab etiladi. Hech kimga bu kunni ravo ko'rmaymiz, iltimos yordam beringlar. Onam ham qo'llari qaltiramasdan xotirjam bemalol yashasin. O'g'il farzandim yo'q, ikkita qizim bor. Katta qizim mana shu, ikkinchi guruh nog'orani. Azizlar, qo'lingizdan kelgancha ehson qilinglar. Bir oyda bir marta kiyadigan shimingizni cho'ntagida ham 10,000-20 ming so'm pulingiz qolib ketgan. Tez orada xudo xolasi bu onamizni bu darddan forig' etamiz. $30,000 yig'ib Turkiya davlatiga jo'natamiz. Azizlar, videoni tarqatinglar. Eng muhim narsa befarq bo'lmaslik.